Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bunaqa yirik hisobdagi mag'lubiyatga nima sabab bo'ldi? Menimcha endi biz undan oldin yutib sal bo'shashdikmi deyman. Keyin baribir endi bular sportchilar baribir. Xohlasangiz, xohlamasangiz fiziki ular bizdan kuchli. Menimcha biz bularga haqiqiy raqib bo'la oldik deb o'ylayman. Boshida endi xato bo'ldi, o'shaning uchun xatoni evaziga 3 turib ketdi, lekin men shuni niyat qildim. Mana boksyorlar ham ko'ryapti, finalga chiqamiz. Baribir agar bular finalga chiqsa, biz bular bilan finalga tushib baribir yutamiz, xudo xolasa. O'yinda juda ko'plab tortishuvlar bo'ldi. Buni sababi nimada? Tortishuvlar endi o'yinda bo'ladi-da, baribir. Chunki hammamiz erkak kishimiz, o'g'il bolamiz, hamma emotsiyamiz bor. Tim bo'li boksyorlarda emotsiya bo'ladi baribir. Shuning uchun tortishuvlar bo'ldi. Bu endi o'yin tugagandan keyin hammamiz mana ko'rasiz, quchoqlashib, so'rashib, hammasi yaxshi bo'ldi. Ikkinchi tur ortda qoldi, lekin shunga qaramasdan guruhdagi barcha jamoalarda keyingi bosqichga chiqish imkoniyati bor. Men o'shani o'yladim hozir. Hamma baribir qolgan bolalar ham, yaqinlarim bizni yutqizganimiz ham hammasi yaxshiligi, chunki ularga ham imkoniyat bo'ladi, ham tomoshabinga ham qiziq bo'ladi hozir. Yana ham va bizga ham qiziq. Endi biz albatta yutishimiz kerak bo'ladi. Yutsak keyin chiqamiz, xudo xolasa.